Gongshidagi xalqni sazoy qilish harakati 30 noyabr. Bütün yer oppoq qarqishning sovuq ko'llari edi. Meni tog' bag'riga joylashgan ot eg'ildagi 20 metr qalinlikdagi dasilib ketib qolgan qig'larni kovlashga buyurdi. Men ishlab 2 soatdan keyin mening yenimga ishlash uchun Suanching bilan Ahmad kelib Joto gurjakni tutib ishlayotgan odamdek bo'lib paranglashqili turdi. Ahmad Suanchingdan "Bugun bular yana bir ish qo'zg'ab chiqyotamdi nima?" deb so'radi. "Ha, shundoq ko'rinadi. Bu yerda inqilob deb bir qo'zg'alish ko'tarilib chiqdi. Nimalar bo'larkin tang? Chorva ichida yurgan bu xalq bo'k ol desa, bosh elib kelib ko'p ishlarni bo'larmikin deb o'ylayman" dedi. Ahmad ansirgan holda, "Men shundoq o'ylayman. Undaq bo'lganda menga tinchlik yo'q degina qo'rqaman. Qanday qilsam bo'larkin?" deb shivirlaganda ovozi titrab ketdi. Suanchin uningdan "Opam ketdimi?" deb so'radi. "Ha, opamni anan chuyga avatvatdim" dedi. "Singling Zaynabchu, o'mi ketdi. Endi sen 18 yoshga kirding. Dadangning qalpoqini sanga kiygizib qo'ysa, tugashkining deganlik. Umring shu qalpoqning ostida o'tadi. U baladan qutulolmaysan. Mumkin bo'lsa senmi ket. Bir mezgil yoshirinib tur. Ahvol o'zgarsa qaytib kelarsan" deb uningga maslahat berdi. Ahmadning qo'rqindan butun vujudi titraydi. Ahmad Sharqiy Turkistonning yerlik tunganlaridan bo'lib, yer islatida opasi bilan dadisiga pomishchik deb qalpoq kiygizilgan ekan. Dadisi o'lgili 10 yil bo'pti. Bu pomishchik qalpoqi Ahmadning beshida cho'ng bir g'am edi. Bularmi shundoq pichirlashib turganda yiroqdan dang bilan yiqimsiz shuar ovoz anglandi. Menmi beshimni ko'tarib quloq soldim. Ahmad yugurib kelib otning qig'ini tashlaydigan tomdagi kichik derazadan talaga qarab, "Voy xudoyim-ey, kishilarning bo'yniga taxta isib nur olgan odamlar biz tarafga qarab kelyotdi" deb nima qilishni bilmay menga qarab "Sana kelyotsa kerak. Sen oldiga chiqqin, tez bo'l" deb meni oldiratdi. Qo'rqinidan uning yumaloq chiroyli yo'g'on qora ko'zi texmi yo'g'on bo'lib, paqrab chiroyi tatirib ketdi. Butun badani titragandek ovozimni titrab chiqatdi. Men uningga qarab kuldim. "Men nimishqa chiqaman? Meni chaqirib bu yoqqa chiq desa, ondan chiqaman. Bo'lmasa bekordan bekorga o'zim oldiga chiqib yurmayman" dedim. Ahmad nima qilishni bilmay o'zini yoshirish uchun tirishib ot o'qirga chiqqan edi. Otlar ho'kirib yugurishga boshladi. "Men unda qilma. Ular ko'rsa umr bo'yi tugmas balo qolsin. Meningcha seni elib chiqmas. Agar chiq desa yuguribla chiqmasin. Men chiqmayman. Nima uchun meni elib chiqsalar? Mening nima gunohim bor?" degan. "Agar pomishchik desa, men ozodlikdan keyin tug'ilgan. Men pomishchik emas. U qalpoqni to'nimayman" degan. "Hech vaqt seni elib chiqolmaydi" dedim. Ahmad xo'sh bo'lib nima qilishni bilmay ustiga rahmat deb ketdi. Ham ko'nglida to'xtash bo'lib bir oz tinchlandi. Heliqi yiqimsiz shuar ham dang ovozlari bizga yaqinlashib keladi. Hech qaysimiz jur'at qilib talaga qaralmaydik. Ularning ot eg'iliga kirishini kutib, Jotoni tarsildatib, urib qig'ini qo'laydik. Ular ot eg'ilining oldiga shuar to'lab 10 minutdek turib tövanga tushib ketgan ovoz anglandi. Men asta eg'ilning tomdan oshgan to'shikidan talaga qardim. 20-30 dak odamning bo'yniga taxta esib, 50 dak odam oldiga selib, shuar tovlab ketib boradi. Ularning ichida dadamning bo'yniga taxta esib, oldida elib ketib borganini ko'rdim. Yuragim og'ridi, lekin hech qanday yordam qila olmaydim. Dadam bechara oq ko'ngil, yumshoq tabiatlik, oz so'zlik yuvosh odam edi. U bir odamning ko'nglini og'ritib va bir odamga yomonlik o'ylab ko'rgan emasdi. Qo'ldan kelsa hamma kishiga yordam qilishni xohlaydi. Xalqni so'yadigan insonparvar odam edi. O'zining mushu yaxshi xarakteri, bilimi, madaniyati bilan mushu yerdagi kishilardan alohida farqlanib turadi. Dadam xalq uchun jon dili bilan ishlab keldi. Yoz kunlari soyning suyi yer ostiga tushib ketib, bu yerga xalq yiroq yerlardan suv to'shib kelib ichadi. Dadam soyning suyini uksi vahid bilan tog' bag'irlatib, eriq chepib suv keltirdi. Butun xalq mushu kungacha shu suvdan foydalandi. G'ulja va Burtalaga berib yo'g'on Girizavoy
yük mashinasi ve tok tarqitish mashinalarini elib kelib, xalq jin chiraqdan qutulib elektrikka ega bo'lgan edi. Shahardan sementlarni hal qilib kelib, o'zi planlab tosh eriqini yasatgan edi. Ürümçide münasebetlik o'rinlarga yugurib yurib, Shanxaydan nasllik kollarni elib keldi. Qo'ylarni nasllik uzun yo'ngli qo'yga aylantirdi. Bütün qurilish binolarning planlarini sizib chiqib, Gongshida chiroyli uylar va chiroyli mol qo'ralari, punktlar selindi. Spartur mashinalarini elib kelib, süt parashugi yasab chiqishni o'rlashtirdi. Bütün Gongshining barliq hisobotlarini bugun kunga qadar dadam ishlab keldi. Onun ustiga buğaltırlıq kurslarini echib, o'qigan yoshlarni buğaltır qilib yetishtirib chiqdi. Hech kimga ziyni tegmagan bu odamni so'rab chiqib, bo'yniga taxtay esib sazoy qilganligini ko'rib, ko'nglim yomon bo'ldi. Yenimda qarab turgan Suanching bilan Ahmad, "Qara, sening dadangni so'rab chiqibdi" deb hayron bo'lib, menga qaradi. Men dadamga ichim og'rib, ko'nglim yomon bo'ldi. Chunki dadamga kishilar orasiga so'rab chiqib, bunda xorlash qattiq og'ir keladi. Bütün jon dili bilan kishilarga yaxshilik qilish niyati bilan kecha kunduz demay yurib ishlagan odam uchun yaxshi ko'ngil, yaxshi so'z o'rniga bunda xorlash albatta og'ir keladi. Suanching to'shikdan qarab, "Sening dadangni so'rab chiqibdi-ku. Voy Alloh, bu qanday bo'lib ketdi? Tov Xudoyim. Bundaq o'qigan yaxshi odam Gongshida yo'q desakmi bo'ladi. Bütün odam uni yaxshi ko'radi. Bunimi so'rab chiqibdi. Jahon nima bo'lib ketdi? Bu inqilob emas, ziddiyat va nodonlikning ishidir. Buningga qarab odamning qo'rqisi keladi" dedi. Buni ko'rib Ahmad qattiq qo'rqib, kasal kishidek ranglari o'zgarib, shumshib qolganini ko'rib, ixtiyorsiz kulib ketdim. "Sen bir yigitsan-ku, kiyimgan qalpoqqa munchola qo'rqsan. Agarda qalpoq kiygizib qo'ysa, bu ahvolda sen qalpoqni ko'tarolmay ostida mijilib qolgan o'xshaysan" deb chaqchaq qildim. Ahmad menga qarab, "Mushu kunlarga sen qanday chidab yashayapsan? Men hayronman. Men bir kunga chiday olmayman. Sening bu g'ayrating yigitlarda yo'q" dedi. Suanching, bular oliy maktab o'quvchisi, o'qigan ham hamma narsani to'g'ri tushundi. Haqiqatni ko'ralaydi. Shunlashqa bular hech nimadan, hatto o'limdan qo'rqmaydi. Bundaq odamlar bek oz bo'ladi dedi. 2 kundan keyin Suanching Ahmadning shu kunning ertasi ketib qolganligini aytdi. 3 dekabr. Qishning sovuq kunlari, havo ochiq oftoblik kun edi. Tabiat shuncha go'zal, yer yuzi oppoq qor, sap havo odamning ko'ngliga huzur beradi. Men ishlab 2 soat o'tar-o'tmasdan bütün shovdi xalqi ot eg'ilining oldiga yig'ildi. İnqilob boshlanish bilan boshlang'ich o'rta maktablarda o'qish to'xtalib, maktablar yopildi. Shuning bilan o'rta ham boshlang'ich maktablarning bolalari shovdiylarga qaytib emgakka qatnashdi. 9-10 yoshlardan yuqori bo'lgan barliq o'quvchi bolalar majburiy emgakka qatnashtirildi. Bütün odam o'zlari yasab olgan chanalarga tog'or va ba'zilari yog'och sanduqlarni mixlab elib, otning qig'ini 1-2 kilometr yiroq etiz beshiga opirib to'kib keladi. 10 necha er bilan men to'nglab qolgan qig'ini bo'shtib, kelgan chanalarga qachlab berdik. 100 dan oshiq chanaga to'nglarni qachlab berish bekmi og'ir edi. U 10 necha odam qora terga cho'mib ishlasimi ulgurolmaydi. Tog' ichida yashayotgan bu bechora xalq hech narsani tushunmay, bu inqilobda o'tirib so'rab chiqib, qalpoq kiygizib qo'yishidan qo'rqib, jon chakli bilan qattiq ishlaydi. Ularning orsiga qalpoq bilan kelib qolgan mening kunim haqida so'zlash qiyin edi. Shuning uchun o'zimni xor qilguncha kuchimni xor qilishga tirishatdim. Kichik bolalardan tortib cho'nglargacha hamma odam yugurib yurib ishlaydi. Minbinglar kishilarning yuragini mo'jib, yo'g'on mikrofon orqali xalqqa madaniyat inqilobining diktatorisi va qalpoqlar haqida vaqirab so'zlaydi. Chaqqan ishlanglar, bu ham inqilobga tutgan pozitsiya bo'ldi deb odamlarni haydaydi va dahshat ovozi bilan shuar tovlab xalqqa vahima soladi. Qo'rqqan xalq nima qilishni bilmay, o'diqqan holda yugurib qattiq ishlab ketdi. Mikrofon tutib tovlayotgan Minbing vaqirab, Aksel inqilobchi Söyüngülni Qodirbek Daduyjan, cho'ng atarat boshlig'i, ayollar hojatxonasini tozalasın.
Xalq ichida omma bilan barobar ishlashga huquqi yo'q. Shuning uchun hojatxonani tozalasin dedi deb tovladi. Hamma odam birdek menga qaradi. Bu so'zlar menga qilingan haqorat bo'lsa-mu, lekin qanday qilaman? Buningga qarshi bir narsa deb berish, bir ish qila olmayman, amalsizman. Shuning uchun bu turmush va haqoratlarga o'ginib qoldim. Faqat parvo qilmaslikka tirishaman. Chopinimni kiyib, jotini ko'tarib uyga qaytib ketdim. Ishikdan kirishim bilan opam hayron bo'ldi. Nima bo'ldi? Nimishqa atgan qaytding deb so'radi. Meni Qodirbek hojatxonani tozalashga buyuribdi. Hozir shu yerga boraman dedim. Opamning ko'nglining yomon bo'lganligini sezdim. Bir chini chayni qo'yib turib, yaxshi bo'ldi. O'zim yolg'iz ishlayman. Menga bu bir oz yengil deb xotirjam turib chayni ichayotganimni ko'rib, opamni o'zini to'xtatib, ishkirga uydan menga maska ham pala elib chiqib berdi. Isyanchilar bilan munozara. 13 dekabr. Shuar to'lg'an shundoq sat bir ovoz anglangan tarafga qaradim. Dadoyning oldidan bayroqlar va mavjushining rasmlarini ko'targan otliq piyoda bo'lib, necha yuzlagan odam sayni yangritib shuar to'lab o'rlab keladi. Mendan sal yiroqda ishlayotgan gongshi a'zolarimi bular nega boradi, nima qildi ekan degan andishi bilan isyanchilarni ko'zlab qarab turadi. Ular odamning yuragiga takkudek qattiq ovoz bilan shuar to'laydi. Ular uydan kishilarni so'rab chiqib, bo'yniga taxta esib, oldiga selib haydab keladi. Bizning uyning udulliga kelganda ular bizning uy tarafga qarab burildi. Ko'nglim ansirab, gongshi a'zolari ishlayotgan tarafga o'girilib qarasam, singillarim Sofiya, G'aysha qo'ldagi gurjaklarni tashlab uyga qarab yugurib ketdi. Eshik oldida vaqirash va shuar tovlashlar anglab turadi. Ko'p o'tmasdan tushlik tomoq vaqti bo'ldi. Men uyga qarab ketdim. Ishik oldiga kelsam opamni chatga bog'langan Shijung Juichi unsur deb opamning opasi va singlisi ham dadamning akasining 3 qizi Sovetga chiqib ketganligi uchun chatga bog'langan Shijung Juichi deb qaraydi. Chunki Jungo bilan Sovet munosabati buzilib, Xitoy hukumati Sovet sotsializmini burmlab ketdi degan ko'z qarashda edi. Shuning uchun Sovetda tuqqani bor odamlar bo'lsa-la Shijung Juichi deb atab kelgan. Shu sabab bilan bo'yniga taxta esib, elib chiqimiz deb kelgan ekan. Opam taxta osturmay, Sofiya G'aysha uchi mavjushining yo'losi kitob bilan munozara qilib etibdi. Meni ko'rgan isyanchi to'pi mening etimni bilmasi kerak, chunki boshqa yerdagi boshqa atrofning odamlari edi. Oygul chiqsin, Oygulni yo'qtayli deb shuar tovladi. Oygul deb tovlag'ini uchun ularning tovlagan shuarig'imi qaramasdan uyga kirib ketdim. Talada munozara qattiq qizib ketdi. Men uydan ularning so'ziga javob berish uchun mavzuning o'zida so'z kitobidan javob tepib, belgi silib etib, Ahmaddan chiqarib berib turdim. Ular shuningga qarab munozara ilib berib, 1 soat munozara qilish jarayonida mavzuning so'zini ularga javob qilib, yurib mengib ketdi. Yengib chiqdi. Eng oxirida isyon ko'tarib kelgan necha yuz odam bayroqlarni kaltakdan sug'urib elib, qatlab yonchuqlarga silib tarqab ketdi. Bo'yniga taxtay asqan kishilarmi o'z bo'ynidagi taxtaylarni elib tashlab tarqaldi. Gongshidagi bir qancha boshliqlar opamning bo'yniga majburiy taxtay asmoqchi bo'lganda taxtayni yulib elib bir qirtib atgan edi. Taxtay osmonga ko'tarilib pirildab uchib berib iskilat binosining ustiga tushdi. Opam Mavzungning so'zlaridan madaniyat inqilobining partiya ichidagi huquqdorlarni so'rab chiqish, kurash qilish to'g'risidagi bir qancha so'zlarini o'qib berib, bu inqilob menga o'xshash uyda bola beqib o'ltirgan ayollarni emas, mana sizlarga o'xshash partiya ichidagi huquqdorlarni so'rab chiqib, kurash qilish kerak degan. Bu qalpoq sizlarga xos, menga va bularga o'xshash taxtay esib bolasini hapash qilib turgan xotinlarni ko'rsatib, sizlarga qartilmagan. Sizlar inqilobning maqsadini, siyosatini yaxshilab o'rganib bo'lib, ondan inqilob qilinglar deb uyga kirib ketdi. Mavzuning o'zida so'zlarini xato deb qarshi chiqish yoki o'zgartirish mumkin emas edi. Kimki uningga qarshi so'zlaydigan o'rni turmaydi. Shunglashqa hech kim qarshi bir og'iz so'z qila olmaydi. Bu voqeadan hammamiz ko'ngilsiz bo'ldik. Bu inqilob qachon tugaydi? Qanday oqibatlar bor? Birinchi qadamda
tig'ining uchini bizga qaratdi. Shuncha ko'rsatgan emgaklarimizning hammasini yo'q chiqdi. Bularning payli yomon, qandoq bo'lmasin millatchilik qilib orig'i olmaydi. Har ig'irchilik bo'lsa bizga ittirib o'zimni saqlab qolishga tirishsa kerak deb uydagilar bekmi ko'ngilsiz bo'ldi. Men ichimda mening qaytib kelishim tufaylidan bu ahvollar yuz beryotdi deb xijolat bo'lib qisildim. Bir necha kundan keyin kichik singlim Musharraf talaga mushukni izlab chiqqan yezidan Solihning Mag'rifa bilan Fadiza adayning qizi Mahfuza ikkisi singlimni aksin inqilobchilarni yo'qitimiz deb urmoqchi bo'lib qo'g'laganda Musharraf qechib berib 3 metr yorga tushib ketib yompishini og'irtib oldi. Bir haftaga yaqin og'rib oqsab mangolmay qoldi. Doktorlar Urumchi doktorxonaga elib berib, rentgenga selib ko'rish uchun doktorxonadan xat yozib berdi. Shuning bilan 12 oyning oxirida opam kichik singlimni elib shaharga ketdi. Uyimizning ichi texmi ko'ngilsiz bo'lib qoldi. Singlimning yompishi chiqib ketgan ekan, uni tangdirib 3 oy o'rinda yetib davolanib saqaydi. 67-yili yanvar. Yangi yil kirishi bilan ziyonlarga qarshi siyosat boshlandi. Sharqiy Turkiston bo'yicha butun maktablar yopilib, o'quvchilarni sesiq ziyonlar deb yezlar haydab, amdi go'ngishlarda bo'lsa dodi go'ngishlarning boshliqlarining ustidan ishchi, kambag'allar boshqarish kerak deb, ularning ustidan to'mirchi nokta degan kishini saylab qo'ydi. O'tir maktab mudiri Moldash Shovjanning o'rniga Harvukash Muqash degan kishini sayladi. U odamlar o'qimagan, hatto savodimi yo'q, oddiy o'z emgak kuchi bilan yashab kelgan odamlar edi. Mushu siyosat o'zgarib turgan bir fursatdan foydalanib, dadamni doktorga ko'rsatish uchun ruxsat olib shaharga olib qo'ydik. Shaharda o'zimizning 3 eg'iz uyimiz bor edi. Ular shu uyning bir eg'izida o'zlari turib, bir eg'izni ijaraga berib, shu yerga o'rlashdi. Dadamning ahvoli rostdan og'ir edi. Osma va burunshit dam siqilish kesili bo'lib, nafas yetmay azob chekatdi. Dadam texi yosh, endi 50 ga kelganda bu og'riqqa yo'liqishi bizni ansirtib ko'nglimizni buzatdi. Ishlab chiqarish atrofidagi 2 oy beldan suv kechib quduq qoldik. 5-oyga qadar tog'ning tiriksay tarafda yolg'iz o'zim beldan qor kechib tikkanlik chatqonlarni kesib ishladim. Butun go'ngshi a'zolari 3 oy ish yo'q dam oldi. Manga ish tepib berolmay, hech keraksiz bo'lgan bu tikanlikni chaptirdi. Bir yilda bir kun muddam olmasdan qishda kuniga 10 soat, yozda 24 dan 36 soatlab ishlagan kunlarimiz ko'p bo'ldi. Bu ig'ir emgak, ig'ir kunlarga o'ginib qoldim. Turmush hayotni ig'ir deb ekanman. Hozirgi bu turmushning oldida u hech narsa emas ekan. 67-yil aprel Nansanda atom bombasining portlashi. Tushlik tamoqqa uyga qaytsam, shahardan opam bilan tog'amning ayoli Mahfuza hadam kelgan ekan. Uyning ichi bek ko'ngillik bo'lib, hammamiz xushal edik. Bir chiroyli tamoq yeb o'ltirganimizda shundoq dahshat portlash ovozi bilan tangla yer tavrab, butun narsa silkinib, ustal ustidagi chiniqqachilar diranglab, tomdagi aynak tushib ketdi. Tomdan to'plar quyildi. Hammamiz yugurishib talaga chiqdik. Uylardan chiqqan odamlar ot ho'ylisining yuqorisiga tog' to'pisining osmon palak bo'lib mo'gu sangrav quloq shaklda ko'tarilgan qo'yiq qora isqa hayronlikcha qarab bir-birsidan bu nima narsa deb so'rashdi. Men u ishqa ko'zim tushganda yuragimga pichoq sanchilgandek bo'lib, ixtiyorsiz atom portladi deb vaqirvatdim. Nereden bilsen? Undaq emasdi deb qo'rqib ketdi. Mahfuza adam. Biz maktabda o'qigan, naq o'zi shu atom portladi deb hayajonda to'g'lab ketibdiman. Asta gap qil, boshqalar angsa bo'ladi qolsan deb opam ansirab atrofga qarab qo'ydi. Mo'gu shaklidagi qora is tarilib, kunning nurini to'sib, yer yuzini qorong'u, ko'ngilsiz bir holatda qoldirdi. Tog'amning ayoli qo'rqindan al-aman yurt tinish vaqtida bolalarimning yeniga ketib olay deb shu kelgan avtobus bilan shaharga ketib qoldi. Bu Xitoy hukumati Sharqiy Turkiston xalqining ustida
atom siniqini jur'atli qilib berishga boshladi. Bu bizning xalqimizni oyoq osti dafsanda qilish va xorlashdan boshqa el beshiga cho'ng bir ofatdir. Xitoy hukumati uchun Sharqiy Turkiston xalqi tajriba sinoq ilib boradigan hayvonlar o'rnida bo'lib qoldi. Urumchi shahridan 45 kilometr yiroqlikdagi Ganguga yaqin yerda portlagan bu atom xalqning beshiga yana qanchalik balay qazolarni ilib keldiganligidan hech kimning xabari yo'q va hech kimning bir qarshilik qilgudek madorimi yo'q edi. Yana nimalar bo'ldiganligini Alloh biladi. Bu narsa menga qattiq ta'sir qildi. Uzun zaman mengamdan chiqmay ichim siqilatdi. 3 mashina hodisasi. 67-yil 17-aprel. Boshlang'ich maktabning yenida ishlayotdik. Shahar tarafdan 3 mashina keldi. Oldimizdan o'tganda quruq mashinada ko'rindi. Men bu yerdan bir narsa olg'ili kelgan o'xshaydi deb o'yladim. Boshqalarmi menga o'xshash o'ylasa kerak. Hech kim diqqat qilib qaramadi. Mashina bizdan o'rlab ketganda qarasam, mashinaning ichida zish o'ltirgan harbiy kiyimdagi qurolli odamlarni bayqab qoldim. Ko'nglimga gumon tushdi. Ular yo'shiringandek qiyofatda beshini ichiga tiqib midir qilmay o'ltiradi. Mashina Gongshi tarafga ketdi. Yenimda ishlayotganlarning hech qaysi ko'rmadi. Men atrofga diqqat bilan qarab turdim. Ko'p kechikmasdan pang-pung o'q etilgan ovozlar anglandi. Heliqi 3 mashina shundoq tez kelatdi. Ichidagi ko'rinmay o'ltirib ketgan qurolli odamlar o'ri turib, to'rt tarafga qaratib o'q yog'diradi. Butun xalq qiyocha qilib qechishga boshladi. Mening yenimda ishlayotganlar maktab binosining keyniga yoshirinibdi. Mashinadagilar ketgandan keyin butun xalq o'zining bolalarining etini to'lab, soyning ichida ansizlik tug'ildi. Men birarsi o'lgan o'xshaydi deb o'yladim. Butun atrof olli to'plan bo'ldi. Yarim soatdan keyin tushlik tomoq vaqti bo'lib, uyga qaytib singlim Firdavs chiroylari tamdak bo'lib yig'lab o'ltirdi. Men cho'chib ketdim. Nima bo'ldi? Birsi bir nima bo'ldim. Bo'ptimi? Sofiya G'ayshalar qani dedim. Bilmadim. Ular ishga ketgan. Mashinadagi kishilar kelib ketgandan keyin qabdalqaq, qanag'at bir qancha minbinglar meni bilan uyga kirib, Sodiqni chiqarib ber deb hech nimaga qaramasdan butun uyimizni oqtirib chiqdi. Taxtay ostini ichib, Sodiq chiq bu yoqqa, Qur'oningni tashla, chiq deyman Sodiq chiq deb yo'g'on kaltaklarni ko'tarib uyning ichida tovlab ketdi. Men nima bo'lganini bilmay, Sodiqqa bir ish bo'lgan o'xshaydi deb bakmi qo'rqib ketdim. Ular menga Sodiqni hozir top deb vaqirgan edi. Men qo'rqindim. Aran nima bo'pti uningga deb so'radim. Sodiq hozir Gongshiga 2-chi qizil Silingbuni ishtatni boshlab chiqib, Gongshini tanlab, Gongshining boshlig'i Gushujini bog'lab qo'yib, barliq materiallarni bulab ketibdim. Sodiqni hozir tepib bermasang, ko'rguligingni ko'rsatamiz deb chiqib ketdi. Qanday qilamiz? Sodiqni bular tutib oldimi deb o'zini tutolmay titraydi. Men singlimni bezlab, qo'rqma, Sodiq atigan men bilan uydan birga chiqib, u Sari cho'qa fermasiga ketdi emasmi dedim. Men xolis emgakka chiqqanda Sodiqqa sen uydagilarga berib kel. Biz bir oydan ortiq bo'ldi, xabarlashalmadik. Dadam opamlar qandoq turib etibdi deb uni Sari cho'qa mo'changa, ya'ni fermasi. Singlim Zakiya shaharga mashina to'sib selib qo'ysin deb avatdim. Sodiq bu yil inchik uzun bo'lib, bo'ylari o'sib qolgan edi. U texi kichik ham birinchi martaba yolg'iz o'zi yo'lga chiqish edi. Men uningga kuch berib, "Endi sen cho'ng bo'lding, yigitsan, qo'rqma, mushu yo'l bilan mang" deb uzatib kaynidan ansirab qarab qoldim. Bu kelgan odamlarni izzat tortmasdan bizdan ko'rmoqchimi tova dedim. Firdavs menga bular yana kirimiz, uyinglarni oqtirimiz deb chiqib ketdi. Yana kelsa qanday qilamiz dedi. Men bu narsani bahona qilib uyni oqtirish mumkin deb yezayotgan kundalik xotiramni odam ko'rmaydigan apchil joyga yo'shirib qo'ydim va Firdavsga men hozir ishga chiqaman.
Sofiya bilan G'aysha kelib qolsa, ular ishqi chiqmasdan sening yoningda qolsin dedim. Keyin angsam shu kelganlarning ichida Sodiqqa o'xshaydigan bir kichik bola bor ekan. Bular uni Sodiq deb o'ylagan o'xshaydi. Asli Gongshi boshlig'i Gu Shujining o'g'li 3 mashina odamni boshlab chiqib, Gongshidagi materiallarni va pullarni olib ketibdi. Kunda degidek minbinglar xalq askari va bandit qanag'at Sharqiy Turkistonda ilib borgan banditlik harakatiga qatnashib, xalqlarni bo'lib, talab, vayronchilik qilganlarning birisi edi. Uni shu harakat uchun qo'lga olib, tarixiy aksin inqilobchi degan qalpoq bilan turmaga yetib chiqqan ekan. Hozir u atrat boshlig'i bo'lib, xalqni qattiq qo'l bilan boshqarib, madaniyat inqilobida kishilarga zulm qilguvchining birisi va bizning oilaga eng yomon dushman bo'lganlarning ham birisi shu kishi edi. Kishilar uni har vaqt bandit qanag'at deb ataydi. Uyimizga kelib Sodiqni izlab uning kelishini kutib yurdi. Sodiq kelgandan keyin shaharga berishingga qat'iy ruxsat yo'q deb, uni kichik bo'lsa-mu emgak elib chiqishga boshladi. Bu xabarni anglagan dadam bilan opam Sodiqni bir amal qilib shaharga avatib etinglar deb topilib aytgandan keyin 8-oyda G'aysha bilan Sofiya kelgan mashinalar bilan Sodiqni yo'shirib yo'lga selvatdi. Turmadan qaytgandan keyin Sofiya ham shaharga ketdi. Chunki 67-yili 1-oydan boshlab Gongshidan dadam opam va kichik ini singillarim bo'lib 6 odamning ochliq normasini bermay to'xtatdi. Faqat 4 kishiga norma berdi. Bir yilda bizga faqat atrofdan 10 va yoki Yangyudan boshqa hech narsa bermaydi. Ishlagan ish haqqimiz uchun yillar bo'yi bir tiyin pul ko'rmaymiz. Turmush ig'irlashdi. Shaharda ota-onam bolalar bilan normasiz uydagi gilam, kiyim-kechakka o'xshash ko'zga ko'rinarlik narsalarning borlig'ini setib olib, ondan u biletni hukumatning 10 punktiga elib berib, ochliq setib oladi. Sirtdan ochliq biletmi oson topilmaydi. Hukumat bilib qolsa, qonunsizlik bilan elib sotar qilding deb tutib ketadi. Ahvol qiyinlashdi. Uydimi sotar narsa tugab qolgan edi. Sotaman deb elib chiqsang, shundoq arzimagan baho bilan oladi. Shuningga xo'shal bo'lib, o'lmasning chorasini qiladi. Singlim Sofiya shaharga borgandan keyin ismini yo'shirib Surayya deb Salima hadining tonishtirishi bilan bosma zavodiga ishga kirib, kunduzi zavodda ishlab, kechalari rashiliya tikib oilaga yordamlashdi. Kunduz mashina bo'sh vaqtida opam tikkichilarning kesib bergan zakaz buyurtilgan ishtinni ko'tarib olib, arzon bahoda tikib degandek kun kechirishga boshladi. Shu yillarda butun Sharqiy Turkiston xalqi ikki xil ko'z qarashga bo'lindi. Birsi 1-3 silingbu, qizil 2 silingbu bo'lib, bu ikki xil ko'z qarashdagi kishilar bir-biriga qarshi kurash boshladi. Shahar ikkiga bo'linib, Nanming janubiy darvozadan Sandonbeg'ga qadar orliqni qizil 2 silingbu ko'z qarashdagilar ishg'ol qildi. Nanmingdan janubiy darvoza u tarafini 1-3 silingbudagilar ishg'ol qilib, bu ikki xil ko'z qarashdagi odamlar qarshi tarafning yeriga o'tolmaydi. Agar o'tib qolsa, tutib urib, qiynab, hatto o'ldirib etadi. Bu ikki xil ko'z qarash o'tirsidagi ziddiyat kuchayib, idora, zavod, maktablar, eng qisqasi oilalarmi ikkiga bo'linib so'qishga boshladi. Nurg'ulg'an oilalar mushu sababli buzilib, er-xotin ayrilib ketib, bolalar yetim qolgan. Hatto ba'zi odamlar ziddiyatning kuchligidan o'zlarini o'ldirib olgan edi. Shahar ichida tinchlik yo'qoldi. Butun cho'ng bino, maktab, idora o'rinlarining ustiga kuchlik ovozli yo'g'on mikrofon kanaylari o'rnatib, uningda to'xtamay 24 soat vaqirab kishilarni tashvishga soladigan so'zlar va tashviqotlarni hamda mavjushini mediligan naqshi sho'rlarni vaqirtib, u bo'lmasa qizil chiroq, Shajabang degan xansucha sahna asarlarining shundoq sat yiqimsiz naqshlarini o'ynatib, kishilarning jiniga tegadi. Odamlarga kechada uyqu, kunduzda orom bo'lmaydi. Kishilar o'zaro paranglasha olmay, quloqlarga paxta tiqib olsa-mu, jiniga orom bo'lmasdan azoblanadi.
Bizning Gongshidagilarmi 1-3 siling ko'z qarashda edi. Ular bu ko'z qarashga sodiq ko'ngli va haqiqiy yuragi bilan ishlab keldi. Ular Gongshidagi sog'lom, kuchli yigitlardan yuzdak yoshlarni tanlab chiqib, ularga to'liq qo'ral va maxsus kiyim bilan otlar tarqatdi. Ham bularni otliq minbinglar, otliq askar deb tayinlab, kerak bo'lganda bularni shaharga ilib kirib, ba'zi o'rinlarni ishg'ol qilish harakatiga qatnashtirib, u yerda urib talab, hatto o'lim hodisigami ularning qatnashqini kishilar og'zida so'zlanadi. Әмді үрімчіде біздің өй Яңхаңда, яғни Нәнміңдің yuqori Qizil 2 сілің bu işğal qılğan жайда болғанлықтан, Gongshidagilар біздің oiledagilarni Qizil 2 сілің көз qarashda deb qaraydi va kecha-kunduz bizning uyni kuzat qiladi. Əməliyyatda bizning hech qaysimiz hech qanday көз qarashda bo'lmadik. Chunki bu ikki көз qarashning birisi Wang Inmao'ni, yana birisi Ogangni qo'llaydigan ko'z qarash bo'lib, buning biz uchun, ya'ni milliylar uchun hech qanday ahamiyati yo'q edi. Cho'ng atarat zaldagi kurash yig'ini 67-yili 6-oyning 15-kuni. Kishilar ishdan tushgandan keyin qalpoqliqlarni, pomishchik boy dehqonlar bilan kesaklarni to'shib tizib atdik. 6 quralliq minbin kelib bizning atrofimizni cho'rilib, zaharli ko'zlari bilan yavatgida qarab turadi. Men asta shivirlab yenimdagilardan, "Bular nemishqa kelib yuriydi?" deb so'radim. "Lavli, gap qilma qiz. Urib ketadi" dedi. Men ko'nglimda biror yomon ahvolning borligini sezdim. Yarim soat o'tmasdan heliqi minbinlar bizni "Chopsan tizlinglar" deb tovlab yurib cho'ng atarat zaliga ilib bordi. Zalning ichida odamlar zich joylashgan edi. 3-cho'ng atratdan kelgan yoshlik va sog'lomlik vujudidan urg'ib chiqqan kuch va g'ayratini nega ishlatishni bilmay turgan 16-21 yoshlarda atrofidagi 50 ga yaqin yosh minbanglar bellariga granat va o'qlarni qistirgan, mo'rilarga avtomat osgan holda odam bilan liq bo'lib turgan zalning ichida kun o'tiki bilan tarsilditib u yoqdan bu yoqqa minib kishilarning diqqatini o'ziga tortishga tirishadi. Bizni zalga boshlab kirishi bilan 4 xil unsurlarni yo'qotayli. Yo'qolsin sinfiy dushmanlar. 4 xil unsurlardan hisob olayli degan shiorlar bilan butun zal xalqi dur tovlaydi. Bizni xalqning oldiga tizib turg'izdi. Hamma odam mushtumni bizga tanglab g'azab bilan baqiraydi. Manga bekmi ig'ir tuyuldi. Xuddi men xalqning g'azabini qo'zg'ug'idek bir yomon ish qilgan eski odamdek bo'ldim. Xoros, men shunchalik yomon odammi? Men nima yomon ish qildim? O'g'irlik qilib, odam o'ldirmadim. Yomon yo'lda yurmadim. Men faqat xalq ozodligi va mustaqilligini istadim. Men yomon odam emas. Mening gunohim yo'q deb o'z ko'nglimni ba'zlab, qadamimni tiklab, o'zimni mag'rur tutishga tirishdim. Va ichimdimi bir kuch paydo bo'lgandek bo'lib, ko'ksimni ko'tarib kulimsirab xalqqa qarab turadim. Mening bu turishimga ochiq kelgan qabdalqoq minbing yugurib kelib, dumbillarimizga mushlab, ishtirib yurib, engish deb yukinib turgandek turg'izib, ikki qo'limizni putimizning uchiga yetgudek tushirib egib qo'ydi va mening beshimdagi yog'liqni qabdalqoq yulib ilib, kishilarning oyoq ostiga tashladi. O'zini bilmay sakrab yurgan bangbosh bolalar paskini putlari bilan chaylab dasab tukirishga boshladi. Ular bu orqali menga haqorat qilayotgan edi. Bu ishlarning hammasi mening ruhimni oyoq ostiga silib dasagandek bo'ldi. Kishilar orasida turgan singlim Sofiya bu xorliqqa chidamasdan yerdan yog'liqni elishi bilan heliqi qurolliq minbanglar Sofiyani so'rab talaga ilib chiqib ketdi. Talada varang-churang boshlandi. Zaldagi barliq minbanglar tashqariga yugurib chiqib ketdi. Men singillarimni urayotganini bilib, ko'nglim yomon bo'ldi. Ichim siqilishga boshladi. Bir hazadan keyin minbanglar taladan yugurib kirib, mening yoqamdan so'rab, oldiga tortib chiqdi. Qattiq ovoz bilan baqirib, "Hey xalqlar, bilamsizlar, mavu turgan aksil inqilobchi So'yingul Shinjongni Amerika, Yapon va Sovetga sotgan xoin deb tovlagan edi." Zaldagi butun odam cho'chigindan birdek
deb ichiga tortib, Xudoyim saqlasin deb durildishib ketdi. Hamma qurolliq minbinglar meni cho'ri deb ilib, Shinjongni qanchaga sotding, topshir, masalangni topshir deb yoqamdan siqib bir ittirgan edi. Sentirlib berib, qarshi tarafda turgan minbing xalq askarlarining oldiga kelib turib qoldim. Ular "Satqan pulingni nega qo'yding, topshir" deb bir qancha mush bilan bosh ko'zim demay urgan edi. Chechimga qistirib olgan tog'aq itilib yerga tushib, u o'rilgan chechim muram ustida torlib chuvildi. Shuning bilan o'tirdagi voleybol to'pidek birdan u tarafga, birdan bu tarafga santirilatdim. Yoqamdan siqib, "Shinjongni kimga sotding? Nechiga sotding? Sotgan pulni nega qo'yding? Topshir hozir" deb har bir odam bir necha martaba takrorlab tovlaydi. Bozgandek yo'g'on qo'llar bilan urganda jinim qaqshab ketadi. Bir haza turgan urgandan keyin meni so'rab elib, o'z o'rnimga ingishtirib turg'izib qo'ydi. Yuzimga chuvilib tushgan sochlarimni qo'lim bilan qayirib, kaynimga taray deb qo'limni beshimga ilib borgan edim. Zolim qabdal qo'limga birni salgandi, qo'lim sundimikin deb qoldim. Shundoq og'irdiki jinim seqirab ketdi. Ondan pomishchik Luyu Jungni so'rab chiqib, buzg'unchi sinipi dushman o'ch ilish kerak deb xeyli qiynadi. Uning kaynidan Tutunxu tugman atratni ilib keldik deb bir odamni so'rab chiqib. Qo'tandan chiqqan buzg'unchi bu Huang Arsi qizil 2 siling bu ekan. Shaharga berib xalqqa so'z tarqatgan aksiyatchi unsur topshir masalangni deb uni o'tirg'i so'rab chiqdi. Biz ingishib turganlikdan bosh ko'tarib qarash mumkin emas edi. U odamni shuarlar tovlab, tarsildatib urib bo'lgandan keyin u odam "Voy, men shaharga kirgan edim. Kishilar xalq maydoni oldida ochliq e'lon qilib o'ltirgan o'quvchilarni qirib etibdi" degandan keyin ko'rgili borgandim deyishga xalq askarlari yugurishib kelib, "Minovni" dedi. Mau nima deydi? Kim o'ltirib ketibdi ularni deb vaqirib, u odamni urib ketdi. Majlis boshqurg'uchi odam "To'xtanglar, qurbon avul o'zi so'zlab bo'lsin. Uyg'urcha so'zni tushunmasanglar so'zlab bo'lgandan keyin so'ranglar" dedi. Qurbon degan odam so'zni davomlashtirib, "Xalq maydonini ko'rish uchun bordim. O'quvchilar ochliq e'lon qilib maydonda 3 kun o'ltirgan ekan. Bir kechada butun o'quvchilar yo'qolib ketibdi. Oradan birsi nega ketibdi, qandoq yo'qolibdi ular" deb vaqirdi. Qurbon "Men bilmayman. Men faqat maydonda turgan avtobusdagi qonlarni ko'rdim. Avtobusning butun derazalari sunib ketgan ekan." Uning so'zi tugamasdan yana so'zni bo'lib, "Sen kimni odam o'ldirdi demoqchisan? Bu töhmat qilyotidi" deb urib, so'qib, qiya-chiya bo'lib ketdi. Uning ustiga shuar tovlug'uchining ovozi bitmay, bir kecha to'xtamasdan shuar tovlab chiqdi. Bu ovozlar ichida 5 soat engishib turib, putimning og'rishi jinimga tegdi. Soat 12lardan oshganda majlis boshqurg'uchi 4 xil unsurlar chiqib ketsin deb tovlagan edi. Hamma xalq mush tanglab bizni urg'uli kelgicha men eshikdan chaqqan chiqib ketdim. Qolganlarni eshikdan chiqqicha urib, mushlab hur jinini qo'ydim. Bolalarning ruhi tushib ketmasin deb sochlarimni silab tarab, ratlanib, g'ingshib, naqsha etib kulib uyga kirdim. Men eshikdan kirishim bilan eni singlarim hayron bo'lib, "Ular seni shuncha urib qiynayotsa, sen bo'lsang hech nima bo'lmagandek naqsha etib kulib o'ldirsan-ku" deb oldimga kelishdi. Men ularga "Hech vaqas yo'q. Bu dunyo yaxshimi, yomonmi bo'lib turadi, lekin hammasi o'tib ketadi. Biz hech kimga yomonlik qilmadik va hech qanday qilgan gunohimiz yo'q. Shunglashqa vijdon azobimiz yo'q" dedim. Shahardan kelgan cho'ng dadamning qizi Muqaddas, "Siz mushu mijozingiz bilan bu kunlarga chidagan ekansiz" deb hayron bo'ldi. "Kelinglar, o'ltirib rohatlanib choy ichayli, ondan rohatlanib uxlanglar" dedim. Sofiyadan "Qandoq seni urdimi?" deb so'radim. "Ha, meni so'rab chiqib, aksin inqilobchiga yonbosding" deb heliqi yo'g'on minbing urib bir ittirgan edi. Eriqning ichiga yiqilib o'ltirib qoldim. Izomu tortmasdan shu basti bilan gavdamga besib mushlab yuriydi. G'aysha bo'lmasa
o'ltirib qo'ydigan holi bor edi. G'aysha kelib Sofiyani quchoqlab, qo'llarini silab turib, qarasam Sofiyani bor jakli bilan toza urayotgan ekan. Yugurib berib shundoq bir ochiq bilan belidagi tasmadan tutib tortgan edim. U menbin kayniga berib o'ltirib qoldi. Shu orada siz bilan qurilishda birga ishlaydigan odamlar kelib, bizni uyga olib qo'ydi. Ular bizga nemishqa yig'inga kelisizlar, uyda o'ltirsanglar bo'lmamdi, sizlar nima qilib beralaytinglar? Mana sen kirib yog'liqingni olding. Hadanga bekordan shuncha tayoq yugizib azoblatdinglar. O'zinglarmi boshqa tayoq yedinglar. Hozir kishilarni so'raydigan hukumat, qonun yo'q. Kimni kim o'ltirsimi hech kim so'rmaydi deb bizga ko'p yaxshi so'z qilib, uyga kirgizib qo'yib ketdi, dedi. Sofiya bir kecha og'rib uxlolmadi. 16 iyun etdigan tong so'zlishi bilan xolis emgak chiqdim. Bizning yinimizga qurbonnimi ishlashga ilib kelib qo'ydi. Oyoqlarini yeshib loyga tushib ketman bilan loyni bir oz aralashtirib qo'yib, mening yinimga keldi. Men sizni kishilar og'zidan anglagan edim. Biz tarafda kishilar sizning yaxshi gapingizni ko'p qiladi. G'ayratlik, chidamliq, botir qiz deb sizga atab qo'shoqlar to'qib yoshirin aytib yurdim. Men anglab sizni ko'rishni orzu qilgan edim. Akşam ko'rib, haqiqatanmi ular degandanmi ortiq g'ayratlik ekanligingizni ko'rdim. Siz Nansanning guli ekansiz. Mening 2 qizim bor. Qizlarim sizdek bo'lib chiqsa deb armon qilaman, dedi. Men xijolat bo'lib, bir narsa so'zlay olmay qoldim. Qurbon ketman bilan loyni aralashtirib qo'yib, qarang, ajoyib bir ish. Akşam yig'inda og'zi yopilmay shuvar tovlab o'ltirgan heyliqi qo'tir aktiv ishni bilamsiz? Men ko'rmagan odam ekan deb so'radi. Menmi bilmayman, bu yerki odamga o'xshamaydi, dedim. Ha, shu odam majlisdan qaytgandan keyin gilim og'rib ketdi deb yotolmay qolgan edi. Doktor ko'rib kekirtiga yerilib ketibdi va yuragimi yaxshi emas. Shaharga ilib berish kerak. Operatsiya qilmasa bo'lmaydi, dedi. Mashinani hal qilguncha u bechora o'lib ketdi. Ko'nglim bek eski bo'ldi. Hayot degan shunchalik narsa ekan. O'llarimizni bilmay qiynalib yashaymiz, dedi. 67-yil 6-oyning 29-kuni. Rejimda ishlayotgan 4 xil unsurlarga o'mi urish uchun borsizlar. Yarım soat ichida o'rin ko'rpiringlarni ilib cho'ng atarat oldiga to'planinglar deb uqtirdi. Degandek yarım soat ichida tayyor bo'lib keldik. Cho'ng atarat parkim shujisi Qabdil chiqib meni ko'rib vaqirib, "Sen nima to'yga bordigandek yosinib chiqibsan-ku? Bilamsan, sen degan xalq dushmani, aksil inqilobchi unsur. Sen bundaq yosinib beshingni ko'tarib yurishingga haqqing yo'q. Aksicha xalqlardan tuvan turishing kerak" deb oldimga devaylab kelib, ochiq bilan tovlab, "Yaxshi ishlamasang, oqibating nima bo'lganligini o'ylab qo'y" deb popoza qilib ketdi. Hayron bo'lib kiyimlarimga qaradim. Hech o'zgarish yo'q. Odatdagidek edi. Faqat pokizlik bilan yangi ko'rinib ketgan o'xshaydi deb o'yladim. 3 soat yuklarimizni ko'tarib piyoda minib, yotoqqa aran yetib keldim. Men qizlar yotiqining eshik tubida bir joyga o'rlashdim. Qalpoqlarni o'rin bo'lmag'ach talada qoldi. Tamoqxonaga borsam shundoq ko'p odam, har bir atrofdan o'rmi uchun nurg'ulg'an kishilar kelgan ekan. Bizni o'tirg'i tizib turg'izib qo'ydi. Ba'zi odamlarni og'ziga kelgan yomon so'z bilan haqorat qilib kamsitdi. Hamma odam tamoq ilib bo'lguncha kutib turdik. Bizga kelganda tamoqmi tugab, ko'ygan va xom nonlar tekkanga tegdi, tegmaganlarga yo'q. Bundaq tizib qo'yib kamsitishlar, tamoqdagi qilingan xorinishlar intayin jinimga tegdi. Shuningdan keyin tamoqqa bormadim. Singillarim Sofiya, G'aysha tamoqqa borganda menga ilib keldigan bo'ldi. Biz shu kuni kechadan boshlab ishga tushdik. Bizga shalong bir g'irish uzunliqdagi o'g'aq tushmaydigan etizlarni bo'lib berdi. O'g'aq emas, qo'l bilan yulishga to'g'ri keldi. Bizga belgilangan norma boshqalarga qaraganda bir hassa ortiq berilganlikdan sahar soat 2 dan kecha soat 10-11 ga qadar ishlaganda normani aran o'rinlab olatdik. Eg'ir emgak, eg'ir turmush, ham uyqusizlik va kamsitishlar ostida 2 oy deganda elning kaynida qilib barliq ishni tugitib qaytdik. Qizil saydagi jafoliq emgak.
67 yılı 9 ayının 1 günü. Omadan piyoda herib uyga kelsam, әті Qizil Sayga yol yasashga borsizlar deb uqtirdi. Mashina bilan 2,5 soat yo'l menib yetib keldik. Qizil Say Tutunxodagi tugmanning uduliga to'g'ri kelgan. Haqiqatan qip-qizil, o'chib o'smaydigan egiz tik tog' bo'lib, yomg'ir, bo'ronlarda yo'g'on toshlar yumilab tushib, sayning ichiga tiqilib ketgan. Odamlar piyoda mengishga mumkin emas edi. Mushu sayning eng beshida ko'mir xon ichib, ko'mir to'shish uchun xon og'zig'icha mashina mangdigan yo'l yasaydi ekanmiz. Bütün atrofdan kishilarni yig'ib kelib, yo'l yasash safarbarlik yig'ini ichib, әті ish boshlaydiganligini uqtirdi va uning siyosiy ahamiyatlari to'g'risida doklad qildi. Bu dokladga 4 xil unsurlarning qatnashish huquqi bo'lmaganlikdan menga oshxonaga o'tin terib kelishni topshirdi. Men sayning ichidan o'tin terib yuratdim. Mening oldimga tog' ustidan bir tosh yumilab tushdi. Men tosh tushgan tog' ustiga qarasam, chas soqol, qosh kirpiklari oppoq oqargan, og'zida bir tal tish qolmay, ikki yuzi ichiga kirib, beshida qamoq tumoq, ustida uzun yeshil chakman chopon, putida maysa o'tik qo'lidagi hosa tayiqiga tayinib, beli egilgan bir qeri bo'y turdim. Men o odamni ko'rib, balki mening ko'zimga Xizr alayhissalom ko'rinayotgan bo'lmasin deb hayronlik bilan qarab turib qoldim. "Omonmisan, bolapanim?" deb salomlashdi. Men o'zimga ishonmasdan kuldim. Tik tog'ning ustiga bu yoshdagi qeri odam qandoq chiqa olsin? Inson yo'q Qizil Sayda nima qilib yurgan odam deb hayronlikda kulimsirab, og'zim ochilgan holda ko'zimni olmasdan qarab turardim. Yana u odam chirog'i, "Sen kimning balasi?" deb so'radi. Mening javobimdan keyin, "Ha, men sening ota-onangni yaxshi taniyman. Biz ular bilan koni tonish, yaxshi o'tgan odamlarmiz, ular salomatmi?" Men javob bergicha, u mening yonimga tog'dan tushib yetib keldi va oldirash so'zni davomlashtirib, "Men Madiyar molla bo'laman. Sen meni bilmaysan. Hozir menga din niqobiga o'rinni bilib, xalqni zaharlading deb qalpoq kiygizib, eg'ir emgakka selvatidi. Bu yeshimda beshimga bu kunlar keldi. Bola panim, yosh ekansan, Alloh yordam qilsin sana" dedi. Men uning Xizr emas, odam ekanligini bilgandan keyin bunchalik qiyirgan bechora odamni qandoqmi yo'l yasash uchun ilib kelgandi deb ichim og'ridi. Ish eg'ir, egiz tog'ning ustiga mashina yo'l yasab chiqish kerak. Guruhlarga bo'lib, har bir odamga norma belgilab, yerlarni bo'ldi. Biz qalpoqlar uchun bir hassa ortiq norma bilan yer bo'lib berdik. Bizga hiliqi Madiyar molla, O'razaqin Boltay, Zakariya, Sari Jo'rg'a qatorliq qozoq xalqining boy chorva deganlardan 10 necha odam kelib qo'shildi. Hammasi 65 dan 80 yoshlar atrofidagi odamlar edi. Toshli qattiq yerlarni bizga qoldiradi. 15 qalpoqlarni ishlatish uchun ondan ortiq xalq askarlari kelib, beshimizda chaqqan ishlar tez bo'l deb baqirib, qiyirlarni ahmaq tepib, qiynab o'ynaydi. Qozondak yo'g'on toshlarni tog'dan yumiltib tushiramiz desa, 70-80 yoshli qiyirlarga ko'tirib opar deb majbur qiladi. Ko'tirolmasa, 3-4 ko'tirib ularning dumbisiga ap qo'yadi. Undaq eg'ir toshni qandoq ko'taralsin, yiqilib tushsa kelib urib tepib ketadi. Buningga bir narsa deyish mumkin emas. Qattiq ishlaganlikdanmi bilmadim. Put qo'lim titrab, yiqilib tushdigandek mag'dur sinib baratdim. Ya Allah, oyoq ostida yiqilib yetib qolishdan saqla deb o'zimni tutishga tirishdim. Allohning qudrati tushlik tamoqqa dam sivistik chelindi. Yerga oralib o'ltirib oldim. Bo'lmasa yiqilib tushatdim. Yenimda ishlayotgan qalpoqliqlar kelib, "Nima bo'lding? Chiroying oqirib yomon bo'lib ketdi-ku, og'rib qoldingmi?" deb g'am qilishdi. "Yo'q, hech nima bo'lmadim" deb ularga degim kelmadi. Bir oz dam ilib, tamoq yegandan keyin yaxshi bo'lib qoldim.
Тамақтан кейін қалпақлықларны хаңдан көмір чықырыш үшін сай бешедегі 57 yili Po'lat tavlash vaqtida qezib tashlab ketgan көмір xonga boshlab keldi. Saat 3'ler bilen 2 etarat odamni oshxonaga көмір to'sish uchun elib kelamiz. Onungacha sizlar көмірni ishik oldiga chiqarib tayyorlab qo'yinglar deb qo'limizga yo'g'on yer qo'laydigan jo'todan berib menbinglar ketib qoldi. Tashlandiq xonning ichiga ilojisiz asta menib kirishga boshladik. Mening oldimda 2 odam, 3-chi bo'lib men kirib kelman. Qo'limizda bir tal chiroqmi yo'q. Ishkirsiga kirgan siri zulmat qorong'ulik, hech narsani ko'rib bo'lmaydi. Xuddi qarog'u odamdek qo'llarimizni atrofga yugurtib, yo'l izlab ketib bordik. Oldida ketib borgan Li Jung Ying diqqat qilinglar. Tosh bor ekan, tutib ingishib minglar dedi. Shaolungoda eshik bilan suv ilish uchun xonga tushib peshonamni urib olganim yodimga kelib, ehtiyot qilib qo'limni har yoqqa yugurtib yurib, Li Jung Ying degan toshga yetib keldim. 1 metrdan o'shiq yerdan yerim puklanib ingishib o'tdim. Yo'llar tekshir emas, egiz bas edi. Bir oz mangmasdan kaynimdan kelayotganlar, to'xtanglar, Madiyar demisi qilib yiqilib qoldi dedi. Men guruhi boshlig'i bo'lgan Li Jung Yingga dedim. U qiyirlar shu oldingi tarafda o'ltirib tursin. Biz ko'rib boqayli. Көмір bo'lsa biz shu tosh bor yerga elib chiqib berayli. Ular tashqariga to'shib chiqarsin dedi. Shuning bilan qiyirlar xo'shal bo'lib oldingi tarafda qoldi. Biz ishkirlab mangdik. Ming taslik bilan qorong'uda ketib boratdik. Xonning ichi gugum yo'ruq bo'lib bilindi. Bir yerda to'shib bo'lsa kerak deb yo'ruq tushgan tarafga qarab mangdik. Degandek xonning ikkinchi tarafida havo atmashish uchun ichilgan eg'iz bo'lib, ancha bo'lmagan bir tashlandiq xon ekan. Sinchilab atrofga qarab chiqdik. Li Jung Ying burun xonlarda ko'p ishlaganligi uchun u tekshirib ko'rib, xatarlik usti tushishi mumkin, chek ketibdi deyishiga charas qilib xonning ustidan ovoz chiqdi. Hammamiz cho'chib ketdik. Boshqalarmi bunda holatda yo'g'on jo'to bilan chapsaq, xon tushib ostida qolamiz. Hozir biz ko'mir qo'lab jo'to chapolmaymiz. Yerda bor ko'mir bo'lsa, shuni terib elib chiqayli. Bu ishni ishlash uchun xon ustisini chaqirib, saymonlarni hozirlab tayyorlik bilan kirishimiz kerak dedi. Biz yerlardan silab ko'mir izlayotganimizda tashqarida varang-churang odamlarning ovozi anglandi. Ko'p o'tmasdan menbinglar xon og'ziga kelib, "Hey, 4 xil unsurlar ko'mirlarni ilib chiqinglar" deb vaqirdi. Biz oldingi tarafda qolganlarga biz chiqmoqcha ovoz chiqarmay jim o'ltiringlar degan edik. Ularmi chatda o'zlarini daldiga ilib, medirlamay o'ltiribdi. Li Jung Ying, "Gap qilmay jim turinglar. Menbinglar o'zlari kirsin. O'z ko'zi bilan ko'rgandan keyin biladi, gap qilmanglar" dedim. Biz yerdan ko'mirlarni izlab yig'ishga boshladik. U yerda hech qancha ko'mir yo'q. Hammasi degandek tosh edi. Menbinglar xonning og'ziga kelib chiqinglar, ko'mirni ilib chiqinglar deb to'xtamasdan tovlaydi. Oxir ular, bular bormi, o'ldimi? Hech xabar yo'q-ku, qanday qilamiz? Buning ichiga kimni kirgizsak bo'ladi deb aytsimi, hech kim kirishga jur'at qila olmay 1 soat tovlab turdi. Ular kirmagandan keyin chaponlarimizga ko'mir selib ko'tarib chiqdik. Ishik oldida 2 etarat odam ko'mir to'shish uchun kutib turgan ekan. Biz ularga, chiroq yo'q, ham ko'mir qo'laydigan asboblar bo'lmasa, ko'mir chiqish qiyin. Yerda borni yig'ib chiqdik. O'zinglar kirib ko'ringlar dedik. Ular Li Jung Yingni tugurman atritiga avatib, keraklik qo'ral, saymonlarni elib kelishni topshirdi va ishdan tushgandan keyin xonga kelib yarim kecha soat 12 ga qadar ishlaydiganligimizni uqtirdi. Kunduz yo'l yasab, kechacha xonda ishlaydiganmiz.